Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan yana bir muhim videolardan birini qilib o'tamiz. Video montaj qilayotganda ko'p kerak bo'ladigan narsa videolarimizni sifatli tarzda megabaytlarni kamaytirishga o'rganamiz. Biladigan bo'lsangiz, telefonda katta formatda video oladigan bo'lsak, Full HD 4K videolarni oladigan bo'lsak, videoning xotirasi ancha ko'payib ketadi. Ana shundan so'ng biz uni hajmini kichraytirib, bemalol boshqalarga ulashishimiz mumkin bo'ladi. Sizdan bu katta trafiklarni talab etishi mumkin. 2 giga, 3 gigalik videolarni biz qanday qilib sifatli darajada 200-300 megabayt yoki undan ham kamroq qilib sozlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga bitta programma kerak bo'ladi. Juda katta emas. Play Marketga kiramiz va bu yerga biz Video Converter deb yozishimiz kerak. Video Converter deb yozamiz. Shundan so'ng qidiruv beramiz. Birinchilardan kelib chiqishi kerak. Mana shu birinchida turgan ilovani biz yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Video Converter degan ilovani yuklab olamiz. Hozir sizlarga uni qanday ishlashini ko'rsatib o'taman. Bizda Video Converter ilovasi o'tkazilgan va bu ilovada biz ishlashni o'rganamiz. Ilovaga kiramiz. Kirganimizda bizda mana shunday oyna ochiladi. Birinchida turgan tugmani ustiga bosishimiz kerak. Convert or Compress. Ana shu tugmani ustiga bir marta bosamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan videoni tanlab olamiz. Masalan, 38 megabaytli video. Ustiga bir marta bosamiz va bizda mana shunaqa oyna ochiladi. Keyingi navbatda biz mana bu tugmani bir marta bosib qo'yamiz. Shu tugmani bir marta bosamiz va bizda pastki qismda yana oyna ochiladi. Bizga kerakli bo'ladigan joyi mana shu 70% ni pastroqqa tushirib qo'yamiz. Ko'ramiz, bir marta ustiga bosdim va mana bu yerda turgan ko'k nuqtani chap tomonga suraman. Ko'ryapsiz, pastki qismida videoni qanchalik ekanini ko'rsatib boryapti. Mana shu qismida buni chap tomonga sursak, pastki qismda necha megabayt bo'layotganini ko'rsatib beradi. Xohlaganingizda o'zingizga moslab to'g'rilab olishingiz mumkin. E'tibor bering, 30% dan kam qilib yuborsangiz, videoning sifati ancha buzilib ketishi mumkin. 30% gacha kamaytirishni maslahat beramiz. 30-35% atrofida kamaytirsangiz, ancha video sifati yaxshi bo'ladi. Bu yerga kerakli tarzda o'zimizga sozlaganimizdan keyin eng pastdagi Convert degan tugmani bosamiz. Convert degan tugmani bosamiz, Start Now degan tugmani bosamiz va bizda oyna ochiladi. Mana shu narsa 100% bo'lgach, bizni videomiz tayyor bo'ladi va u galereyaga saqlanadi. Mana bu ilovada yana boshqa funksiyalar ham bor. Bulardan ham foydalanishingiz mumkin. Agar videoingiz orasida shovqin bo'lsa, shovqinli joyda video olgan bo'lsangiz, mana shu birinchidagi Remove Noise degan tugmani bossangiz, videoingizning orasidagi shovqinli ovozlarni yo'qotib beradi. Bu yerda yana bir nechta kerakli narsalar bor. Video Cutter degan narsa videoning kerakli qismini kesib olishga yordam beradi. Agar videoingizning orasidagi musiqani kesib olish kerak bo'lsa, mana buni bossangiz bo'ladi. Videoning orasidagi musiqani kesib olib beradi. Mana bu esa audioni, mana bu tugma ko'rsatib o'taman. Audioni maxsus bitta joyini kesib olishga yordam beradi. Xullas, yana mana shu ilovadagi boshqa funksiyalardan ham foydalansangiz bo'ladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.